Gitlerning Ikkinchi jahon urushidan keyingi maxfiy xaritasini ko'rganmisiz? U yerda O'zbekiston degan davlat yo'q. Uning o'rnida fashistlar armiyasini boqadigan, o'z tarixi va dinidan mahrum qilingan millionlab savodsiz qullar lageri qurilishi kerak edi. Tasavvur qiling, dunyo ikkiga, Germaniya va Yaponiya imperiyasi o'rtasida bo'lib olingan. Hech qanday erkinlik, tenglik degan tushunchalar yo'q. Yer yuzida faqat bitta oliy irq hukmron. Qolganlari esa shunchaki ishchilar. Xo'sh, bu ssenariydan O'zbekiston qanday joy olgan bo'lardi? Fashistlar arxivda saqlanib qolgan Turkiston Reyx komissariyati deb nomlangan maxfiy loyihaga ko'ra, O'zbekiston nomi butunlay yer yuzidan o'chirib tashlanardi. Gitler Markaziy Osiyoni 3-Reyxning ulkan qishloq xo'jaligi va tekin xom ashyo bazasiga aylantirmoqchi edi. Gitler ideologiyasiga ko'ra, biz ham oliy irq vakillaridan emas edik. Rejaga muvofiq aholining ziyoli qismi va rahbarlari butunlay yo'q qilinardi. Qolgan millionlab odamlar esa faqat fashistlar armiyasini paxta, g'alla va tilla bilan ta'minlaydigan savodsiz qullarga aylantirilardi. Ularga hatto o'z ona tilida gapirish va o'z tarixini bilish taqiqlangan bo'lardi. Kitoblarda atigi 3 yoki 4 yillik ta'lim bo'lardi. Unda faqat nemis tilini tushunish va xo'jayinlarga bo'ysunish o'rgatilishi rejalashtirilgan edi. Barcha masjidlar, tarixiy obidalar buzib tashlanib, o'rniga fashizm ramzlari o'rnatilardi. Balki bizning tilimiz, dinimiz va millat sifatida yo'q bo'lib ketmasligimizni saqlab qolishgan. Bugun erkin nafas olayotganimiz qanchalik katta mo'jiza ekanini his qilyapsizmi? Sizningcha, agar bu mudhish reja amalga oshganida, xalqimiz qul bo'lib yashashga ko'narmidi yoki oxirgi qonigacha kurasharmidi? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Enigma kanaliga obuna bo'ling.